Ayşe ben tanıştırgan şeyim Ha, men shu. Sizning bu hozirgacha 8-qitim uchirish chiqishingiz bu deyman. Siz qaysar bo'lasiz? Ha. Ha, yaxshimisiz? Siz menga lachash tanishtirgan Shirzat shumi? To'g'ri, men shu. Men Nazla. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Gapni udul davray. Siz rasmlikda chiroyli emaskansiz. Sizning yillik kirimingiz qancha? Biz bu yerga kelishni maqsadimiz to'g'ri Fransiya qanday? Bo'ldi. Materialingizni ko'rdim. Siz men o'ylagandan odatliroq qiz ekansiz. Ba'zi gaplarni deyishni hojat yo'q. Men qarshimiz men sharoitimni ne kadar yaxshiligini bilalaysiz. Menga qiz bola kam emas. Xuman qiz bolani hammamiz o'xshash. Balkim sizmi mening pulimni deb men bilan ko'rishga chiqqansiz. Bu deganingiz sal chekda ishib ketdim qanday? Oylik maoshingiz 4-5 ming qo'y. Uyingiz bormi? Uyim yo'q. To'y qilib bo'lgandan keyin lozim bo'lib qolsa o'ylashmasam bo'ldi. Of. Mening gapim tuz, men gapirib kulmayman. Qaras, yeni shirkat yig'ini batdi. Men gaplarimni tez-tezlari. Ben ortiq ishlar uchun vaqt sarflashni xohlamayman. Biz to'y qilgandan keyin siz uy ishlarini qilsiz. Balo vaqtsiz. Elden ota-onamning holidan xabar olsiz. Men o'zimning ayolni sirtqa qatirib yurishni xohlamayman. Shu vaqtda joyida qilib, qirqat yurgan ishlarni demasam bola. Sizning qilishga tegishlishingiz bor. Qaysar apandim, siz bu yerga bol boqchi izlab keldingizmi yoki kelgusi amrangiz izlab men bilan uchrashishga chiqdingizmi? Acaba xotin bilan bola boqishning farqi bormi? Aras, ben bayağı merkezini özledim. Şehrini közlem böyle ağattım. Biz toy qilgandan keyin bo'yining qarzini tan to'laymiz. Buni sizga deb yurishdan hojat yo'qdi. Bu aqalli savodku. Cho'toq yo'q. Qarzni bilib to'lsak bo'ldi. Lekin mening bir shartim bor. Uyning kinishkisiga cho'qim mening ismimni yozish kerak. Voy. Ben bu uyni oldin to'laydigan pullarni o'zim to'lagan tursam, uy guvohnomasi ustiga sizning ismingizni yozildi. Bu shartingizga yo'l qo'ymaygan. Ota-onam qo'shilmaydi. Siz chigini ish ketdingizmi ya? Biz kichikkin talpim chekda ishib ketdimi? Bo'ldi. Sizlar gap olish vaqti sarflarim yo'q. Bilma, sizlar qizlar amal manfaatparast. Aras, ben bilan to'y qilgandan keyin qancha vaqt turib bermoqchi? Sizning uydagilar kichik qolganroq. Ko'llarda balaliq uy, Guliston, bolasiz uy, Guliston debdi. Hechjamon uchun turasiz. Qaysar apandim bo'ldi. Sizning talpingiz uchun beklam yuqurga. Men o'zimning shartimni deb baqsam qanday, ha? Bo'ldi, dama. Ben sizning materialingizni ko'rdim. Siz rasmga o'xshash beklam setgansiz. Amaliyot bir xil bir chiroyliqmikin deb deganman, meni beklam umidsizlantiryapsiz. Agar sizni tushimni ko'rgan bo'lsam, meni qarib besib qopti deb cho'chib uyg'onib ketar ekanman. Nima? Indasiz? Nima? Indasiz? Men sizga deb qo'yay. Men sizdan to'ygandan keyin bola tug'ib, qirqat yuyib, tek opingiz qarayotganman. Buningga bo'pti desam, tek uyni qarzini birga to'laymiz deyapsiz. Tog'am, men sizga deb qo'yay. Men bu yerga umrlik hamroyim izlab keldim. Hergiz bu qiyinchilik qolganlarni yo'laydigan yoki xayr-saat qilg'il keldim. Siz nimasiz men ha desam, men go'mish ko'rib qolgan o'xshamabsiz. Ya bu nimdasiz? Bu her bir ayol kişinin kızıqtı geçişiği. Men sizde ayollarca, mengü erlerini qolib işleydi. Bo'ldi, ta o'tiring. Men sizga deb qo'yay. Mening o'z oldimga uyim, pulim, mashinam bor. Men paypoqdan tortib, grim bo'yimich o'zim olib kelyapman. Men sizning pulingizni xajlab olib chiqmadim. Men sizdek odamlar uchun qilch qiziqmayman. Men bu yerga umrlik hamroyim izlab chiqdim. Men bu yerga qiyinchilikda, xushallikda men bilan tang bahman bo'ladigan odam izlab chiqdim. Hergiz men bilan oila quradigan yoki birga o'ltirib tomoq yeyib turadigan odam izlab chiqdim. Men sizdek o'zing ziyod ishinib odam yuribmaydigan odamlardan faqatla xushim yo'q. Sizdan kallangizni suyi, aqlingizni to'sibapti. Siz to'y qilman degicha kallangizni suyib beliq baqsangiz bo'lmamdi? Sizning ismingiz emas, qo'ypaylingiz xuddi mening oldin muhabbatimiz o'xshaydi ekan. O kallasini dedi va saram. Sizdek bunda bejam qizlarni ko'rib baxmagan jumoman. Xayr xo'sh tag'a. Uzatmadim. Chiqib qolgan pulingizmi? Hozircha yig'ib qo'ygan pulim yo'q. Ya uyingiz yo'q, ya mashinangiz yo'q. Bu desam chiqib qolgan pulingizmi yo'q-ku sizdan? 4-5 ming qo'y mashinangizni men qo'l chalayman deb o'ylab qoldingizmi? Aras, men sizga rost gapni qilay. Mening bu sumkamchi necha ming qo'yliq. Ustimdagi bu kiyimim bo'lsa-chi, alay tiktirib kelgan qimmat bog'liq kiyim. Nazilaxon qiz, pul degan qog'oz, onun ustiga topqini bo'lgan narsa. To'g'ri, hozirgi jamiyatda pulimiz hech bo'lmaydi. Lekin yashash uchun cho'qim shunchalik pul lozim-mi? To'g'ri? Har kishining pul tepish majburiyati bor. Lekin ayol kishi har kishini hargiz pul tepish quroliga bosilmaydi.
Fəlsəfəyə xeyli istəyənsiz hə? Məncə qaransızdək ərlərin çox bək çıx görgən. Adət sizdə qoldan iş gəlməydi qarlarının gibi zat bək çox gəldi. O işte bolla bir yerdə ki sizə vaxtımı israf qaldın. Yəni bir yerə fikirləşimdə qalaycı. Xələndə. Hay. Nasıl bir şey? Benim ismim Sherzod. İşkilimizin ismini başarıp bir şey demesin diken ha? Aras, bu benim materialini gördük mü? Evet. Aras Sherzod, ben abay sizden okuz bilen değişken geplerinizi anladım. Sizden turmuş bağın göz karşınız beni beklen təsirləndirdi. Demişsiniz o toy qilish degan hamkorlik ishi emas, balki ömürlük əmrət deb shunaqmi? Albatta. Men bu sizning boshqa qizlar oz ko'rilgan mustaqilligingizga qoyil bo'ldim. Rahmat. Men telefon gap qilib telefonlayman. Qayda? Senize şunda yaxşı bir fırsatı qo'ldan berib qo'yapsan. Bugun sen bilan kurashgan Qaysar vaqo, at usti sepava, chaqirish etaba, cho'ng baylarning biri. Sen de uni yaratmabsan. Nima uchun unga haqorat qilsa? Qaysar bay mang deydi, agar sen uningdan kechirim so'rasang, u senga bir qitim fursat berdiganligini dedi. Sizda uningdan kechirim so'ra. Sen bilamsan, sen Qaysarga haqorat qilib, mening bir muhim bir to'xtamimni buzding. Vat javoy nima? Dada, ben sana deb qo'yay. Men o'lsam bunu da hergiz kechirib turmayman. Men degan sening qizing, men hergiz seni foydalanish quroling emas. Ey Sherzod, qarsam sizmi to'y qilgan bilan muvofiq odam topamayotgan o'xshaysiz. Ham uydagilaringiz sizni to'g'zurlarga qarshimdi. Albatta. Men bu sizning boshqa qizlar oz ko'rilgan mustaqilligingizga qoyil bo'ldim. Rahmat. Men telefon gap qilib telefonlayman. Qayda? Senize şunda yaxşı bir fırsatı qo'ldan berib qo'yapsan. Bugun sen bilan kurashgan Qaysar vaqo, at usti sepava, chaqirish etaba, cho'ng baylarning biri. Sen de uni yaratmabsan. Nima uchun unga haqorat qilsa? Qaysar bay mang deydi, agar sen uningdan kechirim so'rasang, u senga bir qitim fursat berdiganligini dedi. Sizda uningdan kechirim so'ra. Sen bilamsan, sen Qaysarga haqorat qilib, mening bir muhim bir to'xtamimni buzding. Vat javoy nima? Dada, ben sana deb qo'yay. Men o'lsam bunu da hergiz kechirib turmayman. Men degan sening qizing, men hergiz seni foydalanish quroling emas. Ey Sherzod, qarsam sizmi to'y qilgan bilan muvofiq odam topamayotgan o'xshaysiz. Ham uydagilaringiz sizni to'g'zurlarga qarshimdi. Ha, shundoq. Ham ikkingiz bir kelishimsiz yaqinda. Qanaqa kelishim deysiz? To'y kelishim. O'zbek tushunamadim bu. Shu men demakchi, ertasiga soat 2 bilan biz to'y qilib boraylik. Bunda qilganda vaqt isrof qilib, kunni uchirishga chiqib yurmaymiz. Bo'lgan ish ekan. Ham hamkorligimiz ko'ngilli bo'lsin. Ko'ngilli bo'lsin. Ham erta ko'rishaylik. Men hozir. Hey. Başladı. Siz neymiş bu öz olsun salaydın yürüp adetki adamla salaydın uçuruşuq çıksaz. O'ylab boqsam, hamon to'y qilgan ishga, shunga kim bilan to'y qilsam o'xshash. Buning ustiga mening salohiyat boshqarligim yo'q. Menga yordamlashib, Shernasini qizni tekshirpagina. Meni o qizni tekshirishni bak. Buldu başladı. Keçib qaldım. Maşinam buzulub qaldı, remont qilib qo'yib, taksi tosib kelib qo'yguncha. Baxım ketdi. Naqa ish yo'q. Siz bugun men bilan to'y qildim deb atayda ruxsat so'rab keldingizmi? Asmenga kiraylik. Faqat ishim kelmaydi-sa, bunjuna tizim to'y qilib oldik, ha. Haras. Bu mening bank kartam sizga beray. Ha, siz buningki meni oyim kelib turing, ha. Siz demakchi, buningdan keyin ikkimiz birga turamda? Shunda? Ha, yo'q, unaqa emas. Ikkimiz birga turamiz, lekin ayrim mavjud etamiz. Shu men tunugun u qiz bilan siz qarorlashganingizni olib qoldim. Sizning mashhurlik tuvanlikni endi uyingizda yo'qligini bildim. Shu bilan yaxshi edim, meni oyim kelib turing deyapti. Haras buningki men 3 vaqtdan qolmasam. Siz meni boqmoqchiman? Ha, shunda mening oylik mashinaga 10 ming ulashdi.
Şundaq bolğanda mən sizin baxsam to'g'ri Shu yerda to'y qilishdagi maqsadimiz shu bir-birimizni qiyinchilikni ta'al qilib, tan terish deganlikda. Xotirjam bo'ling, men sizlarga ziyorat qilmayman. Bye. Ey, to'xtamay texnika qildi. Vay şeyden. Nima? Bugün boshlaydirmay, yo'ldan tanlashimdan ki. Buldu, men hazırlan boray. Qo'la qo'yish. Mana shirkat azroq qilgan ishim chiqib qoldi. Men uyni adresini deb beray, siz o'zingiz reklamangizni yo'tkab ko'chga chiqamsiz. Men ziyoda qilmayman. Siz bugun ota-ota ruxsat so'ragandan keyin Gulgulcham nasringizni retlab, meni kuch bilan qildim. Bu mishan qaytib boshlaydilar ruxsat so'rab olmoqman. Men ham bu shirkat berib bajirgan ishim bor. Siz qaysi shirkatdan maslahat keting? Men Gullan shirkatida. Hem siz ikimizin yol birga. İkimizin yolu birga. Qanday bir bo'ldi? İkimiz ayrım shirkat ishlayapmiz. Siz ikimizin shirkatining ayrim-ayrimlardan eşkerligini qanday bildingiz? Men bu tushunishni materialingizni. Aras Nation toplama bugun mening sizdan shirkatga berib bajirgan ishim bor. Bo'ldi, men sizga aytdim. Bo'ldi. Ustimijib og'irdi. Kim bo'ldingiz? Oyqimsa qistovati. Siz mashina chiqaring, bo'lma oyoq yangish olay, ya? Ma'qul. Haraz. Bugün keçdi mən ismini qoşub işləmək istedim ki. Hazırlıq turşuq etken, bugünkü baş liderinin vəzifəyi təyərləş fəaliyyətini əməldə qaldırdı. Əməldə qaldırıyordunuz mu Şizo? Şirketimiz yüzünəçi xizmətçi müş fəaliyyətində bir aydan köpürək təyərlik qılğan. Bundan ham qaldırıversak yaxşı olmaz. Onun üstüge sizden tıxet başım lider oğlunuz bir qədəm xumaydı. Sizin həmmisini sizin tövgüsü atdı. Yamini gəlsə, baş liderinin vəzifəyi təyərləş fəaliyyəti qoşu. Bunca dağıdığılı qılışın orun yox. Hər az yanında yolu qoyulğan türlərinin məsələ çıxıb qalmışsın. Navada məsələ çıxıb qalaraq yox qalsa, şu türüge məsələ xadimini sana buldu. Bundan hazırlı olunur. Boş liderini tanlash fəaliyyəti qandaq şey bundaq əməldən qaldırılğandı. Mən bu fəaliyyət üçün keç gündüz tayyorluq qilgandim. Mən bu şirket yenidən tayyorlangan boş liderini ko'rib baxmagan desa. Hey. Anlamam şirketimizin yenidən baş lider bo'lgan uchun cho'ng ishlarga mablag' solgan katta bayka. Anlashimcha, u Mahmud bayning o'g'li Sherzodmish. Nima? Sherzod? Mustafa? İlaqə ən yaş karxanchi jurnalga resmi besilgan Sherzodmi? To'g'ri. O. Xato anlab qolmaysizlar, u yigit bek kelishganjimi? Onasi bek puldor. Bu shahardagi cho'ng korxonalarning hammasining qo'li ostida. Agar Sherzod bizdan bosh lider bo'lsa, men qiz do'sti bo'lgan bo'lsam, o'zimni dunyodagi eng baxtli qizlar hisoblaydim. Lekin bundan baxtmanlar nasib bo'lsin deydim. Endi Sherzod bizning Gullan Groyning yangi lideri bo'lsa, bizning Groy texnik gulnikka o'xshaydi, ha? Hey Raz, men sizlarga bir gap unutib qolmadim. Bizning Sherzod baş liderimiz bir muhabbatdan pek azarga ketibgan. Shunga hozircha u kunda aytgandan kechgacha xizmat bilan yuriydi deydi. Sizlar anladinglarmi bu gapni? Amsa umid yo'q ekanda menda. Men anladim, anlasam bu Sherzod burunni bekshalloh dedi mana. Mustafa! Yaxshimisiz, hozir yaxshimisiz. Yaxshimisiz, hozir yaxshimisiz. Jironlar, shiğanchimiz. Bu bizning saxta ishimiz. Ammo oramizda boshqacha parakandik bo'lib qolishini saqlanish uchun bir nechta turni qitib qo'ydim. Ko'rib bering. Haraz, birinchidan men har oy sizga 5 million turmush pul berishni qaror qildim. Ikkinchidan, bu saxta ishim bo'lsa, lekin kimdan eng avval chatoq chiqsa, shu cho'qim jazolanadi. Üçüncüden bu to'y qilishimi 1 yil kuchga ega. Bu 1 yil jarayonida kim avval ajrish talabini qo'ysa, qarshi tarafga 500 million pul to'laydi. Gapim tugadi. Men xato anlab qolmaganimmi? Menga har oyda 5 milliondan berasiz? To'g'ri, xato anlab qolmadingiz.
Çünki mening kunda xizmatim beklam aldirashdan siz mening gullarimni baqasiz. Nima bo'ldi? 5 ming az ko'rib qoldingizmi? Bo'ldilar, siz baş bunu ko'rib chiqing, andan bunga yeringiz olsa mendan so'raysiz. Haras, bizning yangi tayinlangan boshlidirning chatoq baga qarang. Chatoq aka? Azroq chatoq baga deydi. Nima? Chatoq aka? Qanday chatoq aka? Acaba qillasang darvamka? Yo'q, men shu boshqalardan oldim. U bizning guruhga kelgan birinchi kunlar boshqalar bilan shalloqlik qilib tutilib qoldi deydi. Kim boshlaydi? Kim sening boshlardan shalloqga deydi? Bizning guruhchilarning hammasining og'zi tushirgan shu shalloqlik qilib tutilib qoldi. Bizning boshlidir texi dangliq iqtisodshunos ekan. Andan bakcha jurnallarning bosh betiga bisilibdi. Haras, bizning boshligini kimning olib kelganini bilamsiz? Bilaman. Bilmay? Siz qanday bilasiz? Yo'q, bilmayman. Shu chetlashib bilmalab saldim. O Mahmud Bay'ın oğlu. Bu Mahmud Bay dağlık karxançığı. Neçə dağcıları, öyləri, yerləri var. Bunlar beklan baycımı. Hər az bizdən başlarından yeni bir kesli var ki. Qanday kesli var ki? O kemmeyle durup guruhdakilerin hemmisi uyan Pakistanlılar, bu yan Pakistanlılar da buyruq şirtib, öz oldurğan yanım dezinfeksiyalab oldurduğan dahi. Sınaj bu normallıqdır. Bu degan pakizlik kesləməz, bəlkə psixikisdə çataq bakanda bo'ldi. Buni to'g'ri tushunish bo'ldi. Pul topganlarning hammasining işte ishchin siqgan kesli bor deb qo'yildi. Puli borning gapi o'ng, puli yo'qning gapi to'ng deb boylarning hammasi işte o'xshaydi. Bu nima degan o'zimda? Undaq desam, siz puldorlarni bek sat ko'rgan deb o'ylab qolmang. Bizning boshlilar bu o'ringa chiqishning hammasi Dodiston to'kpisgan. Dodisi shunda ko'p tirishchilik bilan bu o'ringa o'zini o'g'lini chiqaribdi. Menimcha, mishda shuncha boy turib, tirishmaydigan, quruq so'latbazlar bilan qo'shimning yo'qligi. Bo'ldilar, siz bu gapni desam tushunmaysiz. Men ang yaxshi berib ishimni qilaman. Bo'ldi, bugun bek vaqt ketibdi. Afir qilib oldi. Mening loyiharim beklam ko'p, buni qilib bo'lmayman. Bu musiyanam deylik, shalloq boshlar meni ishtaydi deb suydi. Hocam. Hoy. Olaylam. Hoy. Hoy. Yüz katsla. Hoy. Yüz katsla. Mama sen hoy qanday deb geldin? Qanday deb keletdim, o'zing deb berding o'dirsin meni. Sen deydigan texim o'yib gaptirim bor. Ha. Mushunchalar cho'ng ishlarni qilib, men gap qilmay to'yib qoldim degina. Ömürlük işimni bana mesaj samay qildingmi? Ha? Mama biz to'yimiz nima bo'ldi? Mushundaq muyumishdim bana mesaj samabsan. Ha? Men bir tonish reytay, bu yoq she'rnay. Ay, chiroyliqga bu qizim. Suratdimmi chiroyliqga? Xotirjam bo'ling, men shirdatni oldim, cho'qim yaxshi. Mening bu shirzat bolam, uy to'rikday o'g'li bilan ahli bo'ychilik yo'q qarab. Agar ko'nglingizni yerim qilib qolsa, hargiz ko'nglingiz qolmang. Jim bo'ling. To'xtatib aqldinglarmi? Ha, amma biz to'xtatib bo'ldik. Ochang yurtgash hisoblansiniz sizga. Yo'q bo'ldi. O'tiring bolam. Aram bir navr kelinlar ko'rishganda qiziqqancha mung'dishlar. Shunan bo'lam. Haras, shirzat sizlarniki to'y murosimi to'g'ri. Yaqinmi ya? Ha, amma o'n deganda, lekin men shu bu to'y marosimida dog'dug'lik qilishni ancha xohlab keldim. Shirzat esa cho'ng to'y marosimi o'tkazaylik degan. Biz shu to'y xil bo'lganimizga rasmiyatlarga chiqamiz. Unda desangiz bo'lmaydi qizim. Men bu sirimga o'xshash qachon bir xilonga bir nevram edi, ko'tiraman bolam. Mama biz to'y qilganimda necha yildan bo'ldi. Sen bundan qisqasi to'g'ri emasmiki? Bunun ustiga bizning hozircha Allah qilish planimiz yo'q. Sen qachongacha shundoq plan tuzib yuraysan, ha? Maqran qizim, baliq qilish qanaqaysiz? Ha? Siz neymisiniz shu masala? Mana endi mening kelinimdek gap qildi mana. Yaxshi. Qarang qizim, siz menga cho'q o'tirib qana bir narsa to'xtasangiz, men uyning egiligining hammasini sizga topshiraman.
Kunlardan to'y qilmasang talat qilsang, to'y qilsang bunat qilsang degan gapim mushumi nima? To'y qilib 2 kun bo'lmaylan bo'ltadan keyin qolmasa. Bu shirzatimiz ilkim sizga tuzib berman dedi. Bu navishni oylik maosh arolim 4-5 ming tursa. Ularning nada bundoq miras qoldirganda uylik bo'lsa. Varmamız kaçtı? Yerler, bu pasman köprüsünün işini sizden bu toplamda şatak tutmamızın. Pasman Goray'ın baş liderinin sizde ayrı paralık bakya. Bu yakışıklarını kolun demem. Eğer bu toplam tutup karşıdan şirket sizi bir rahatlıkını köpeydi. Ha buldum, makul varız kaçtı. Ben hazır Baliyepen'in diyen mihmazlarını aldı, kep buldum. Grubumuzda maaşını mağatak şuan bu tür bir dakika. Başlıklar ben türbetli bugün çansız toplamı siyasi şirketinin payına buldu devas tutan. Buran baktım başlıklar bağımlı. Bu tür Allah'a itikrar. Aslında aytganda şehirlarning chiqib bu yerda xonimiz bugun shu Fazilban Go'royevidan to'xtamlashga kelgan. Fazilban Go'royevning ishimiz she'rlardan kelishdan burilgan so'zlar qilgan. Deybaytib she'rlarga qaralashgan. Aslında aytganda diqqatni topdim. Güzülüm, Arapça, bir mesut olmaz. Yani azırak şey işim olmaz. İçine, hoş bir neşe tutmayın. Hey, ama olarak sordum amina. Biz hiç kim yok. Biz yıldır doğruluk falan sakınlar. Güzülüm, o yıldır doğruluk aldırma pranşulalayım. Bunda peyz vakitte tür doğruluk pranşulukça. Hiç kimsenin keyif doğruluk pranşulukça. Sınıf var mı? Makara. Aldın kıtımsını köylerden başlayıp fakat tutlayamadım. Eğer bir zaman optan emrah bulalısınız, yönetimizi tapşıyorsan buldum. Ha? Emin kuvvet. Sen baskını neye kaçmak için? Sen tanrı kolunda kıçıp kıtılayım da boyla atam sen? Kolum kuvvet. Sılmayı düşün. Sen kim o? Ares, mening bu adaqni ko'rak ko'zim yo'q. Fazilban Go'royev bilan bo'lgan butun to'xtani amalda qoldirib o'tgan. Men bundan nomussiz kishilar bilan teraqonni tuplamayman. Hey, söylediğiniz bu. Oldu iş kıçak başladı. Kim ama?